Muhammad Nazarov degan birodarimiz domla ayolim namozxon, Qur'onxon, tahajjud ham o'qiydi. Uydagi janjaldan keyin uylariga ketib qoldi va yolg'on gapiradi va menga emas, onasiga itoat qiladi. Nima qilsam bo'ladi? Shunga o'xshagan savollar WhatsApp orqali ham bir nechta berilganida. Balkim ayni savoldir. Shu yerda bitta narsani tushunaylikki, bu yerdagi bizi jonli suhbatimiz haligandan keyin ularning gapini tasdiqlaydigan yo ularga qasam ichtirib yoki guvohlarda gapirtiriladi. Keyin bu odamlarning ustidan shariat ko'rsatgan hukmda aytiladi. Ya'ni siz yuqorida aytayotgan ishlar ham shunaqangi qoziy masalalar, ya'ni qozi mahkamasida o'tirib olib turib ikkala tarafni eshitgandan keyin hukm qiladigan masalalar. Bu yerda aytadigan narsamiz mana shu yerdagi ba'zi bir o'rinlar haqida umumiy qilib, ya'ni sizni xotiningizga yo qaynonangizga emas, hammaga umumiy qilib aytadigan gaplarimiz bor. Qaysi gaplar desa, namozxon, Qur'on o'qiydigan, tahajjud o'qiydigan ayollar erlaringlarga itoat qilinglar. Urushib qolsanglar ham, urushib qolsa bo'ldi, uyga ketib qolsin degani emas. Eringlar musulmon bo'lib, Allohdan qo'rqadigan, ya'ni harom ishi bilan sizni bezdirib ketkizadigan darajadagi emas, yaxshigina musulmon bo'lsa, urushish sababli ketib qolishlikni tark qilinglar. Chiroyli hayot erga bo'lgan itoat bilan bo'ladi deymiz. Lekin ayolni ketib qolishligida bitta ayolni o'zingizlar sabab bo'lmaydi, ba'zida qaytanga o'sha ketib qolgani yaxshi bo'lishi ham mumkin, chunki er nojo'ya ish qilishi mumkin. Yo erlar tashab ketib qoladi. Yana uyda o'tir deb qo'yadi, meni uyimda o'tir deydi. O'zi 1 yil bo'ldi yo'q. Meni uyimda o'tirasan, ota-onamning xizmatini qilasan. Shunaqa shartlar bilan qo'yadi-da. Mana shu erkaklarda ham mana shu shartlari to'g'ri emasda, erkak ham o'zini oilasida ham bo'lish kerak. U nari tarafda turib olib turib, xohlagan buyrug'ini berib o'tiradigan xom emasda bu. Shariat buni ham bo'yniga mas'uliyatlar yuklagan. Bu ham o'zini mas'uliyatlarini ado qilish kerak oilada. Shuning uchun 100% har doim er haq bo'lib qolmaydi. Ya'ni ayolni ketib qolishida er ham aybdor bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu qoziy masalada ikkalasini olib kelinadi-da, keyin ikkalasiga yo nasihat qilinadi, yo ikkalasini o'rtasini bir ajrimga keltiriladi. Shu sababli ayollaridan shikoyat qiladigan odamlar birinchi o'rtani isloh qilish uchun uyda, oilada islomiy hayotni bir tartibga solib qo'ysin. Ayolidan islomiy majburiyatlarda itoat talab qilayotgan erlar o'zlari ham Allohdan qo'rqsinda, unga shariat ko'rsatganday er bo'lsin, shariat ko'rsatganday uni haqlarini poymol qilmasin, ado qilsin, shariat ko'rsatgan yaxshilikni, mehribonlikni qilsin. Shu ishlarni qilmasdan turib ayolni itoatli bo'lishini xohlasa, u ham to'g'ri emas-da. Endi namoz o'qigan, Qur'on o'qigan, Allohdan qo'rqqan, tahajjudlar ham o'qiydigan ayolingiz bo'lsa, o'zi shukr qiling, yaxshi ekan. Lekin shunaqangi mas'uliyatlaringizni ado qilingda, keyin itoatini talab qiling. Albatta Allohdan qo'rqib boshi egayotgan xotin Allohdan qo'rqib sizga ham itoatga qaytadi. Endi oxirida menga emas, onasiga itoat qilyapti deyotgan joyingiz, ayollarga da'vat qilamizki, hali ko'pincha onalar endi baribir onada qiziga o'zi xohlagan yaxshilik deb ko'rsatib, nasihatini shu darajada qiladiki, eringni gapiga kirma, men aytganday qil deydigan. Shunaqa qilmasin onalar. Onalar Allohdan qo'rqinglarda, er bilan sizga sovuqchilik tushirmaylar. Eriga itoat qilsin. Agarchi eri sizlarga yoqmasa ham, qaynona qaynataga yoqmasa ham, qizlaringlar eriga itoat qilsin, shun bilan jannatni topadi. Agar eri musulmon odam bo'lsa, o'shinga itoat qilishga chaqirish kerak. Agar sog'lom bir chiroyli hayotda, bir solih bo'lgan bir hayotda yashatgisinglar kelsa, eringga itoat qil degan gapni tinmay qaytaringlar, shunga targ'ib qilinglar, yoshligidan shunaqa qilib o'stiringlar qizlarni. Chunki oilada kimdir bittasi itoat qilish kerak bo'ladi-da. Davlatda ham boshqaruvchilari bo'ladi, shularga itoat qiluvchilar bo'ladi. Hamma boshqaruvchi bo'lsa, davlat bo'lmaydi. To'g'rimi? Oilada ham shunaqangi itoat qiladiganlar va oilani tebratadigan, boshqaradiganlar bo'ladi. Alloh taolo erkaklarni oilada boshqaruvchi qildi va unga ayollar itoat qilsin chiroyli dedi. Ikkalasining ham mukofotini belgiladi. Shu erkak oilasini boshqargani uchun, nafaqasini ado qilgani uchun ajr oladi.
sarf qilinadigan mol dunyoda eng yaxshisi deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kishini deyapti o'z ahli oilasiga yedirgan narsalar, ya'ni ular uchun sarf qilgan xarajatidaqa yaxshi xarajat bo'lmaydi deyapti. Ya'ni buni ajrini Alloh belgilab qo'yganida orqasidan ayolga ham erga itoat qilib, erni rozi qilib o'tgan ayol xohlagan jannatning eshigidan kiradi deyapti. Shunaqa itoat sababli Alloh avvalgi gunohlarini hammasini kechirdi deyotgan Allohning va'dalarini aytayapti ularga. Mana shu seni jannating ham, do'zaxing ham mana shu deb erini ko'rsatyapti payg'ambar alayhisolamning huzurlariga kelgan ayolga. Ya'ni bu itoat qilsa qul bo'lib qoldi, ikkinchi sort bo'lib qoldi, yomonotlik bo'lib qoldi, meni zo'rg'a o'stirgan qizim narigini qo'lida shunaqa bo'ldi deb o'lchamanglar. Umas hayot. Hayot Alloh huzuriga borganda o'sha yerda topiladigan narsani biz haqiqiy hayot deymiz. Mana shu dunyodagi hayotni shu hayotga olib boradigan sinov hayoti deb bilamiz. Shuning uchun qizinglarni tarbiyalayotganda erlaringga itoat qilgin qizim, chunki u seni jannating ham, do'zaxing ham o'sha. Shuni orqasidan jahannamga ham kirishing mumkin, shuni orqasidan Allohning rahmatiga ham erishishing mumkin deb tarbiyalaylar qizinglarni. Ya'ni sizlarga emas, erlariga itoat qiladigan bo'lsin. Mayli erlari sizlardan ko'ra aqlli bo'lmasa ham. Sizlar o'ylagandagida idealni odam bo'lmasa ham erlariga itoat qilsin, sizlarga emas. Erga tekkuncha shu ota-onani qaramog'ida shularni xulosida itoat bilan shular aytganday yashadi, bo'ldi. Erga berdimi? Sizni hasmingizdan chiqdi, berib yubordingiz. Narigini mas'uliyatiga kirdi endi bunga hamma narsasi. Endi itoati ham bunga bo'ladi, erga bo'ladi. Shuning uchun erdan itoatdan to'smanglar. Shunaqa soliha namoz o'qigan, Qur'on o'qigan qizlaringlarni erdi itoatidan to'smanglar, Allohdan qo'rqinglar.